Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun yangi YouTube kanalimizda yangi loyiha, aynan ta'lim sohasidagi tadbirkorlar, ta'lim sohasiga kirmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun juda ham bir manfaatli loyiha bo'ladi. Bu loyihaning asosiy maqsadi nimada? Ta'lim sohasiga endi kirayotgan tadbirkorlar deyarli bir xil xatolikka yo'l qo'yishadi. Lokatsiya tanlashda, investor bilan kelishuvda, xodim tanlashda va yana shunga o'xshash juda ham ko'p bir xil xatolar. Shu sababdan biz ta'lim sohasida muvaffaqiyatga erishgan, muvaffaqiyatli biznes qura olgan tadbirkorlar bilan intervyu qilib, o'sha intervyu yordamida sizlarga ular qilgan xatolarni qilmasligingiz uchun yo'nalishlar bermoqchimiz va ular qilgan to'g'ri ishlardan ham har xil insightlar olmoqchimiz. O'ylaymanki, bu har bir tadbirkorga juda ham manfaatli loyiha bo'ladi. Bugun birinchi sonimiz va Toshkentdagi muvaffaqiyatli xususiy bog'chalardan biriga ketamiz. Hozir ularni egasi bilan birgalikda intervyu olamiz. Tayyor bo'lsanglar, biz boshladik. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Hop, do'stlar, biz Harrison Land loyihasiga yetib keldik. Mana shu Davron aka kelmaganlar. Davron aka ham keldi o'zlari. Hozir Davron aka bilan intervyuni mana shu joydan boshlaymiz. Ya assalomu alaykum. Davron aka, charchamayapsiz? Salom yaxshi. Charchamayapsiz? Bizlar hammasi tabiiy. Kelaman. Shunda taqib qo'y. Charchamayapsizmi? Turib qo'ydim, ozgina. Yo'q. Biz ham hozir keldik. Qara, men zikrga kelasizmi? Kutib Qoldik hozir jik keladi. O'z zikri Ashni o'ylab qarasam, uni investitsiya qilish kerak ekan. Chunki slishkim ko'p komfort uchun ortiqcha pul to'layapti-da. Ana ichida katta televizor bor, videoga qo'yib ketasizlar-da. Hamma o'ylaydi, televizor ko'rib, Davronaki bemalol televizor ko'rib yuribdi deb. Biror marta shunga bir hech narsa ko'rganim yo'q-da, o'yladim. Nima kerak menga buncha komfortni o'zim bilan olib yurish? Men o'zi aytdim, Davron aka Eli oldilar, keyin X oldilar, keyin Zikr oldilar. Menimcha akaning hobbisi o'zgardi. Hobbi boshqa ko'p yuklanib ketdi. Endi mashinani taqlayaptilar. Qani, 3 ta mashina bo'lsa qiyin bo'lmas ekanmi? Shu qaysi birini haydab ketadigan muammo. Endi bu kechki payt o'zim haydardim-da buni, ana shaharga. Adrenalin qilish uchun. O'shaning uchun ishga uchrashuvlarga Zikr. Zikr edi. Oilaviy ishlaganlik. Shunaqa. Magazinga chiqishga boshqa mashina. Yo'q, unaqa. O'shanga endi sal anaqa qilaylik, chunki isrof ham bo'ladi-da. To'g'ri. Bizga shunaqa orada isrof qilib turish nasib qilsin, xudo xolasa. Xo'p. Tanimaganlar uchun birinchi navbatda Davron akani tanishtirib o'tsam, Davron aka juda ham ko'p loyihalarning asoschisi, Avtodeklarant, Maydeklarant, Century Studio, undan tashqari hammamiz biladigan Consta Coffee'ning co-founderi va biza bilmaydigan bir nechta loyihalarning investori. U haqida ma'lumot topa olmadik, lekin men o'zim lishni bilaman, juda ko'p loyihalar bor. Davron aka o'zlari shaxsan investorlik qiladigan va bugungi bizning loyihamizda gaplashadigan va bizga qiziq bo'lgan loyiha bu Harrison Land loyihasi, ya'ni xususiy bog'cha, Toshkentdagi muvaffaqiyatli loyihalardan biri. Xo'p, Davron aka qarang. Bu loyihaga o'tishdan oldin qisqacha o'zingizni aziz tanishtirib o'tsangiz, endi ko'rayotgan, men sizni yaxshi taniyman, lekin ko'rayotganlar ba'zi insonlar tanimasligi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Davron, familiyam Boymatov. Men Qashqadaryolikman. Qashqadaryoni Tuyul degan qishloqda tug'ilganman. Boy oilada. Puli juda ko'p oilada. Juda ham oilamiz dehqon oilasi bo'lgan. Shunaqa. Toshkentga 2012-yil kelganman, o'qish maqsadida. Shu bilan qolganman. Biznes ishlarimni 2019-yildan beri boshlaganman va o'sha aytganingiz avtodeklarant, ya'ni kasbim orqali pul topib, keyin uni ko'paytirganman-da. Ko'pchilik so'raydi-da, qanaqa pul topsa bo'ladi? Men aytaman, birinchi kasb o'rganish kerak, keyin u kasbingizda zo'r mutaxassis bo'lsangiz, ko'p pul topishni boshlaysiz, keyin miyov ishlashni boshlaysiz, tushundingizmi? Keyin boshqa bizneslarga investitsiya qilasiz. Keyin mana qalbingizdagi muammolaringizga qarab, keyin mana bunaqa bog'cha qursangiz bo'ladi. Aha. Qarang, o'zi birinchi yo'nalishingiz bu ta'lim sohasida emas. Yo'q. Sizniki mana deklaratsiya sohasida, xizmatlar sohasida u. Nimaga aynan ta'lim sohasiga kirishga qaror qildingiz? Bundan tashqari ham ko'p bizneslar bor. Undan oldin yaxshi daromad qilardingiz. Men mashinalar bu bog'chadan keyin olinmagan mashinalar. Endi mana pul topasiz-ku. Keyin ko'p pul topishni boshlaysiz-da. Keyin men nima uchun pul topolmayman deysiz. Faqat men o'zim bo'lishim kerakmi degan savol tug'iladi. O'zim nimaga bu pul topolmayman degan savol tug'iladi. O'sha paytda meni avvaldan ichimdagi, o'sha qalbimdagi muammoyim bo'lgan, ta'limdagi har doim tanqid qilganman. Ko'pchilik ko'rib turganlardan ko'pchilik tanqid qiladi. O'shaning uchun o'ylaganman, imkoniyatim bor-ku, davay men o'zim nimadir qilaychi, qo'limdan keladimi, tushundingizmi? O'shaning uchun faqat tanqid qilish emas, o'zim investitsiya qilib shu narsani boshlaganman va to'g'risini aytsam, bizneslarim ichida eng kam pul olib keladigan, lekin eng yaxshi ko'radiganim shu. Chunki o'zimda ham farzandlarim bor. Ular ham shu yoqqa kelishadi.
Davroniki boshida bu bog'chani ochganlarida faqat o'zlarining farzandlari o'qirdi. Nechta farzandingiz o'qirdi aka? 4 ta, 3 ta. Ikkita bitta. Ikkita farzandlar o'qirdi, keyin qarindoshlar bolalar edi. Men aytdim, qarindoshdagi bog'cha ochib berasiz. Esingizda 5-6 kishi endi ochilgan birinchi oy paytlarida 5-6 ta bola yurardi. Shunaqa. Aytardilar. Men aka yaxshi o'quvchi ko'p qolibdi desam, "Yo'q, bunisi o'zimning bolam, bunisi uning bolasi" deb hammani bittalar aytib beradilar. Xo'p, Davron aka unda Xerson loyihasiga kiramiz va loyihani menga bitta ko'rsatib bersangiz va bizani ko'rayotganlarning asosiy qismi endi xususiy bog'cha ochmoqchi bo'lganlar yoki xususiy bog'cha ochib qo'yganda uni yuriz olmayotganlar. Kagrasi. Zo'r insightlar bor. O'shalar haqida Qalbimizdagi og'riqlar bir-birimizga tushadi hozirlar bilan. Ha, loyihaning maqsadi ham shu mo'mmolar haqida gapiramiz. Unday bo'lsa ichkariga kirib ketiramiz. Davron aka xush kelibsiz bog'chamizga. Siz endi yomonman. Ha. Voy, ancha bo'pti. Men aka menga juda ham uyni qilib qo'yibsizlar. Fayz bor-da bu yerda. Fayz, boshqacha atmosfera. Shunaqa juda ham yaxshi ko'raman. Davron aka qarang, hozir loyihamizning birinchi soniga sizni mehmon qilib chaqirganimizning bitta muhim joyi bor. Siz bu xususiy bog'chani asosiy biznesingiz sifatida, ya'ni birinchi loyihangiz emas bu. Siz boshqa yo'nalishda, ya'ni bitta yo'nalish emas, bir nechta yo'nalishda biznesingiz bor va keyin xususiy bog'chaga o'tdingiz. Hozir menga ko'pchilik keladi-da, masalan, bu sohadaman uyim bor, bog'cha qilib qo'ymoqchiman yoki bitta sherigim biznes qilaylik, bog'cha qilaylik deyapti deb aytadi va ularda qo'rquv bor. Men boshqa yo'nalishda bo'lsam, bog'chani yurita olmaymanmi, yurita olmaymanmi degan narsa bor. Qanaqa qilib siz boshqa yo'nalishdan xususiy bog'cha yo'nalishiga o'ta oldingiz? Qanaqa muvaffaqiyatli qila oldingiz? Shu menga qiziq. Hammasi juda oddiy. Birinchidan pulus bo'lishi kerak va u ko'p bo'lishi kerak. Ikkinchidan yaxshi mutaxassislarni topishni bilishingiz kerak. Masalan, men o'zim buni boshida tursam, boshqa ishlarimni ulgura olmayman. Shuning uchun men yaxshi mutaxassisni olib kelganman. Men unga vision berganman. Qara, bog'chani bitta bo'lmaydi, buni set qilamiz va biz bu yerda sifatli ovqat, xavfsiz muhit va yaxshi ta'lim, tarbiya beramiz. Shu narsani ko'paytiramiz. Shu narsani taklifini bersak, set qilsak, to'g'ri boshida yaxshi foyda bo'lmasligi mumkin, lekin 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta qilganingizdan keyin o'sha katta birdaniga, ya'ni foydangiz tez o'tishni boshlaydi-da. Shunaqa deb vision berganman. Tushunishgan va mana shu visionimni ko'ra olgan insonlarni men bu yoqqa olib kelganman. Chunki boshida bizga juda ham ko'p qiyinchilik bo'lgan, hali ham bor u qiyinchiliklar. Lekin hech qaysi xodimim ketib qolmaydi, chunki ular bizni qaysi yo'lga chiqqanimizni biladi. O'shaning uchun shu ishni qilmoqchi bo'lgan odam komandani yig'ish uchun to'g'ri vision berish kerak. Agar bitta ochib to'xtab qolaman desa, u joyga komanda yig'ish qiyin. Chunki xodimlar kelajagini ko'rmaydi-da. Endi yana bitta narsa bo'ladi. Ko'pchilik kelganda men bog'cha ochmoqchiman deydi. Masalan, 100 ming dollar pulim bor, sizni kiritaman. Qanaqa daromad topaman deydi. Endi hozir men gap so'zingizdan bilaman, maqsad sizda bitta dona Xerson Land bog'chasini ochib qo'yib, buni to'ldirib, bundan daromad olish bo'lmagan. Shunaqa. Ya'ni uzoq muddatli long termda o'ylangan maqsad. Qolganlarga qanaqa tavsiya berasiz? Qanaqa maqsadda, qanaqa yo'nalish asosida misol ochishganligi ma'qul? Endi qarang. To'g'risini aytaman. Agar uyi bor-u, shu bitta shuni bog'cha qilib qo'yib foyda olaman desa, men o'zi unaqa insonlarni ta'limga kirishiga qarshiman. Chunki bu yosh bolalarning ta'limi bu jiddiy masalada. Bu yerda jiddiy maqsad bilan, kengayish maqsadida biznes qilmoqchi bo'lgan odamlar kirsa, men shularga maslahat bera olishim mumkin. Masalan, boshida foyda bo'lmaydi. Boshida siz ishonch uchun ishlaysiz. Tushundingizmi? Masalan, xuddi mendagi bor takliflar boshqa bog'chalarda 4,5 million, 5 million bo'lishi mumkin. Lekin menda ana endi 3 million 600 bo'ladi. Chunki nimaga desangiz, men bu yerdagi zararlarni hozir boshqa joydan qoplab turibman-da. Lekin men o'zimga ishonch olaman. Tushundingiz? Hammaning miyasidan Xerson Landda zo'r ta'lim beradi. Shu paytgacha hali bizdan birorta bola ta'limdan, ovqatdan yoki tarbiyachilardan nolib ketib qolmagan. Ketib qolganlar bo'lgan, masalan, oilaviy anaqasi shu summa ham qimmatli qilgan yoki bo'lmasa lokatsiya uzoqda sizga olib kelardik. Misol uchun xo'jayinim ish joyi o'zgardi, qiynalib qoldik. Mana shunaqa sabablar bilan bo'lgan. Shunaqa bo'lgan. Judayam zo'r. Mana o'quvchilarimiz kelib kelishdi. Assalomu alaykum. Ana o'zimni bolalarim keldi. Bolajonim. Zo'rni mehmonlar kelishdi. Kimman? Gonsay. Mana xo'jayinning bolasi bo'lsanglar, maktabga bog'chaga qolgan paytingizda kelasizlar. O'zim olib kelmoqchi edim. Bular sal kechroq turdi-da. Keyin spes qilishmadi. Zo'r. Xo'p. Davron aka unda bu yoq bitta tanishtirsangiz, birinchi menimcha bu yoq reception shunaqa. Mehmonlar kutib olamiz. Hali menimcha ikkinchi finalga o'tmadinglar.
Yo'q, ikkinchi filda hozir joy bor. Yo'da bitta yaxshi akamiz taklif berganlar, aynan shu brend bilan qilamiz deb. Menga ham yoqib turibdi. Menimcha o'sha yerda ochamiz. Faqat u yoqda o'sha o'rinlar sonimiz kattaroq bo'ladi. Shunaqa. Bu menimcha как birinchi filial bo'lgani uchun testli formatda ochilgan, uni katta sharoit qilinmagan. Ya'ni ko'p Shunaqa eksperimentalniy bu va men bilmasdan kirganim hisobiga ba'zi xatolarim bo'lgan, но men uni o'sha xatolarni naborot plusga aylantirishga harakat qilyapman. Masalan, bu bog'cha kichkinada, 65 ta o'ringa mo'ljallangan. Meni mesajim nima? Masalan, men shu 65 ta uchun ham bitta kuxnyam bo'ladi, o'sha staffim soni bo'ladi. Ya'ni o'sha xuddi shu narsa kam sonli bolalarga xizmat qiladi. Bu nimaga olib keladi? Bu sifatga siz yaxshiroq qarab olasiz, tushundingizmi? Shu narsaga olib keladi. Ya'ni menda bu premium bog'cha. Ani ko'p bolalarni yig'ib olib, bitta baqir chaqir qiladigan bog'cha emas. Bu yerda premium yaxshi insonlarni, o'sha kelajagiga yaxshi ko'z tikkan insonlarning farzandlari keladi degan mesajim bor-da. U yoqda endi shu 110-115 o'rindiqli bog'cha qilamiz va xuddi shu standartni qo'yamiz endi. Zo'r. Hozir gapingiz avvalda xodimlar haqida aytdingiz. Xodimlarni, ya'ni o'zimning qadriyatimga mos, meni vizionimga ishonadigan insonlarni yig'ganman deb. Hop, birinchi filial bog'chada xodim muammosi juda ham global muammo. Bizdan ko'rib turganlarda ham bo'lsa kerak. Qanaqa qilib to'g'ri kadrlarni yig'a oldingiz va kadr olishda ham nimadir xatolar bo'ldimi? Endi qarang, kadrni men o'zim olmaganman. Men bu yerga boshqaruvchi qo'ygandan keyin men ularga o'zimning vizionimni berganman-da, aytganman. Xodim olishda nimaga e'tibor berasiz? Birinchi navbatda bolalarni yaxshi ko'rish shart. Zo'r, o'qituvchi bo'lishi mumkin, qattiqqo'l bo'lishi mumkin, lekin bola 2-3 marta injiqlik qilgandan keyin 4-chisiga deydigan xodim bo'lsa menga kerak emas deganman. 10-chisida ham bolaga chiroyli muomala qilib, qanaqa muomala qilish kerak o'zi ideal holatda shunaqa qilish kerak. Va siz uni nazorat qilasiz deb shu narsani qilganman. Ular shunga qarab xodim olganlar. Keyin tajribasiga qarab, o'zi bular boshqa bog'chada ishlagan bo'lganlar, o'sha katta bog'chada ba'zi sabablarga ko'ra keyin men ularni bu yoqqa olib keldim. Headhunting. Visionni to'g'ri berdim-da, lekin aslida bu kishi ishlagan bog'cha o'zi katta bog'cha. Seryozni bog'chada, lekin men ularni olib kela oldim. Ya'ni visionni to'g'ri bersangiz kelishadi-da. O'shaning uchun ularni o'zi qilganlari uchun menga uncha qiyinchilik bo'lmagan to'g'risi. Xodimlar bo'yicha. Xodimlar bo'yicha. Zo'r. Hozir menimcha yana bitta shu joyda insight bo'ldi Davron akadan. Agar siz bu sohadagi ekspert bo'lmaydigan bo'lsangiz, boshqa sohadan bog'chaga kirayotgan bo'lsangiz, hamma qo'rqadi. Xodimni qayerdan topaman, qayerdan qidiraman. Ya'ni siz bu yo'lga glavniy, ya'ni boshqaruvchi insonni to'g'ri tanlasangiz, bu yog'i o'zi yo'li bilan tushib ketadi. Haqiqatda ham ko'p muammolarni keyin ular menga aytganlar. Davron aka, mana bunaqa e'tibor bermagansiz, mana bunaqa bo'lishi kerak deb. Naborot keyin u kishi bog'chaning ichidan kirib, menga keyin ko'p narsalarni o'rgatganlar to'g'risi. Hozir endi yangi filialda hamma narsani boshqacha qilyapti. Endi u kishi u yo'lga ham xodimman, o'zim olmayman, u kishi orqali olaman, tushundingiz? U kishilar bilan maslahat qilib, shunaqa qilib olamiz. Juda ham zo'r. Xo'p, Davron aka, bu bog'chani qachon ochilgan? Bog'chamiz anaqasimi? Qancha 1 yildan oshdi? Yo'q, 1 yil oshmadi. Hali 1 yilga bormadi. Yo'q, 1 yil oshmadi. 1 yilga ham bormadi hali. Zo'r. Menimcha endi men eshitishim bo'yicha deyarli to'lgan bog'cha. Shunaqa, faqat o'zi mana bunaqa narsa bor ekanda, bog'cham 65 o'rindiqli-ku. 85% gacha to'ldirish oson bo'lar ekan, undan u yog'i qiyin bo'lar ekan. Nimaga desangiz, bu o'zi oddiy arifmetikada ehtimollar nazariyasi. Sizdan talab qilingan o'rinda sizga joy bo'lmaydi. Tushundingizmi? Menga yosh bolalarga gruppasiga ko'pchilik qaytib ketadi-da. Joy yo'q. Menda katta gruppaga joy bor. Tushundingiz? Katta gruppadagilar kelishi qiyin, chunki ular o'zi 2-3 yildan beri boradigan bog'chasi bor. O'shaning uchun mana shu insightim bor. Agar berish mumkin bo'lsa, bog'cha ochayotganda o'sha kichkina gruppani ikkita quvurish kerak boshidan. Katta gruppani bitta bo'lsa ham, chunki qarang, faraz qiling, sizning bolangiz bor va u yosh. Siz bog'cha qidirasiz-da, tushundingizmi? Va topasiz. Masalan, xarisini topdingiz, keyin qo'yasiz. Endi faraz qiling, sizni 5 yoshli bog'changiz, 5 yoshli farzandingiz bor-da. Siz u bog'chaga boradi. U bog'chada qachonki nimadir muammo bo'lib, kelisha olmay qolib, lokatsiyasi o'zgarib, sizga ketmasangiz, uncha-munchada ketmaysiz-da. Almashtirish qiyin. Unaqa bo'lish ehtimoli kam. O'shaning uchun
kichkina gruppalarni ko'p qilib, keyin bir yil kutsanglar, o'yin tepaga o'tadi, tushundingizmi? O'sha gruppalar to'ladi, shunda bog'changizni 80% emas, 90% dan oshiqroq qilib to'ldirib olish imkoningiz bor. Zo'r. Mana shu anaqani men tushundim. Mana juda ham zo'r insight bo'ldi. Ko'pchilik ochotganlik qiladigan eng global xatolardan bittasi. Endi keyingi narsa, hozir bolalarni o'qish davrini aytib o'tdingiz. Bog'chada o'rtacha LTV qanaqa ekan? Ya'ni bitta bolangiz qancha davomida o'qiyapti? Bizada lekin ochilgandan beri o'qiyaptimi? Ha, durustdan 4 tami bola ketdi, lekin aytganim boyagi sabablarga ko'ra-da. Qimmatlik qilib qoladi. Chunki masalan rizq har xilda. Erini ish o'xshamay qolishi mumkin. O'sha shu summa qimmatlik qolishi mumkin yoki lokatsiyasi o'zgarib qoladi, boshqa joyga ko'chishadi. Shu sababli 4 ta bola bizda anaqa bo'ldi. Lekin bog'chada stabilnost bor. Da. Zo'r. Endi shu o'rinda men insight qilmoqchi bo'lgan narsa, hozirgi kunda juda ko'p o'quv markazi egalari bor. O'quv markazlari juda ham ko'p. O'quv markaz hozirgi kunga kelib, endi biz shu sohada bo'lganimiz uchun men ayta olaman, nestabil biznesga aylanib qoldi. Juda qiyin yuritish. Chunki bozorda taklif ko'p, talab esa borgan sari xususiy bog'cha, xususiy maktablar rivojlangan sari talab tushib ketyapti. Lekin xususiy bog'cha va xususiy maktab yo'nalishida uzoq muddat, ya'ni siz bitta odamga xizmat ko'rsata olasiz, LTV baland. Shu sababli o'quv markaz egalari bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan bog'cha va maktab biznesiga o'tsanglar bo'ladi. Keyin bu anaqada yana bitta joyda aytib ketay. Fasllar bor-ku, shunga qarab ham har xil muammolar chiqib keladi. Chunki mana qish faslida bolalar ko'p kasal bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, bir 15-20% bolangiz sizga kelmaydi va bizda shartnomada bir haftadan ortiq kelmasa, sababli kelmasa, shu kasallik sababli spravka olib kelsa, biz o'sha muddatdagi pulini qaytaramiz. Tushundingizmi? Mana shu yerda shunaqa muammolar paydo bo'ladi-da. Sezonga qarab bu narsalar bo'ladi. Shu qish faslida shunaqa bo'lar ekan. Endi yana bitta narsa, ko'pchilik savol beradi, xususiy bog'chani qaysi vaqtda ochgan yaxshi? Masalan, o'quv markazi sentyabrga yaqin ochgan yaxshi. Odam ko'p bo'ladi. Bog'chada ham shunaqa vaqti bor ekanmi o'zini? Men endi bitta ochganim uchun unaqa vaqtiga ahamiyat bermadim, lekin bolalarning kelib ketishiga qarasam, mana shu hozir bizda yangi yildan keyin shu fevralda yana qimillab qoldi. O'sha qo'ng'iroqlar ko'payib, joy bormi degan savollar ko'payib qoldi lekin. Demak, lekin bu nima sabab bo'ladi, bilmadim. Balki mana bunaqa sabab bo'lishi mumkin. Qishda bolalar ko'p kasal bo'lyapti-ku, bog'chadan ketadi. Ketadi va ko'p kasal bo'lishini ota-onalar masalan bog'chaga bog'lashi mumkin-da. Demak, boshqa bog'cha qidirishi mumkin. Mana shu sabab bo'lishi mumkin deb o'zimcha miyamda tahlil qildim lekin. Zo'r. Bu ham bitta insight bo'ldi. Xo'p, Davron kun ichkariga kiramiz, bitta ichkarni ham ko'rsatib bersangiz, xudo xohlasa yodda sog'lig'imizni davom ettiramiz. Davron aka, bu yoq menimcha o'yingoh, bu yoq o'yingoh va e'tibor bersangiz, bu yoqda hali bu yoqlarni ko'rsatsangiz, mana bu yerda joyimiz bor, biz u yoqga hali qum to'kamiz. Ana bolajonlar yozda qumga o'ynaydi-ku. Maza qilib. Shunaqa joy qilamiz, lekin masalan men o'zim uchun men o'ylayman, bu joy sal kichkina. Bizda shu keyingi bog'chamizda hozir yangi joy bor dedim-ku, u yoqda o'yingoh katta. Bundan ancha katta. Mana shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Bog'cha ochmoqchi bo'lgan odamlar, keyin kichkina kvadraturaga bog'cha qilmoqchi bo'lganlar administratsiya uchun joyda muammo qiladi-da. Uni muammo qilmasdan mana darvozaxonni mana bunaqa qilib chiroyli yechim qilib qilsa bo'ladi. Zo'r. Bu hozir alohida chiqqanmi? Bu alohida qurilganmi? Ha, bu alohida qurilgan, bu konstruksiya qilingan. Va ichkarisini ko'rdingizmi, anaqa uyutli bo'lib ko'rinib turadi. Men o'ylaymanki, bu bitta bundoq birlashib ketgan. Uy shunday qurilgan deb o'ylayman. Yo'q, bu alohida qurilgan. Buni alohida qildirgan. O'sha muammoga shunaqa yechim o'ylaganmiz-da. Zo'r. Xo'p. Unda sekin bog'cha kiramiz. O'zi bog'cha necha kvadrat? Bog'cha kvadraturasini xodim biladi, bor, lekin hozir uni so'rayman. Qarang. Yana bitta narsada bog'cha qilmoqchi bo'lganlar bilish kerak. Mana bunaqa narsalar bor-ku, seriyozda qilib turar ekanman, lekin yo'q. Men o'sha bog'chani olib, keyin mashinaga kelgandan keyin bilganman-da. Qimmatligini. Adashmasam, bilmadim, 2,5 mingmi? Esimda yo'q. Короче, kundan ko'rib, men uncha narsaga qimmat ekan demayman, to'g'risi. Aynan shu narsaga ko'rib, nima qimmat ekan deganman. Chunki men o'ylaganman, 500-600 dollarga har bo'ladigan narsa deb o'ylaganman, tushundingizmi? Boshsiz 2,5 ming ishlatib berishadi bitta o'yinchoq uchun. Tushunyapsizmi? Zo'r. Sen bu narsani hisobga olib qo'yish kerak. Shunaqa. O'zi aka, mana investitsiya degan gap ochildi, bog'chaga nechta pul ketadi mana shunaqa bog'cha qilish uchun. Bu birinchi investitsiya hisoblaylikmi? Qarang, investitsiya deganda
remontigami yoki plyusga chiqqanchami? Yo'q, birinchi navbatda shu remontiga, ya'ni ishni boshlagungacha bo'lgan etapga. Bu yerga 70 ming ketgan. No, undan keyin bu 70 ming bilan bo'ldi, bog'cha plyusga chiqib ketdi emas. Bu sizga ya'ni produkt emasda, shunda tayyor bo'ldi, sotding, pulini olding emas. Bu yerda keyin produkt keyin qilinadi. Tushundingizmi? Ichkariga uni siz marketingga bor, xodimlarning oyligi bor, bog'cha plyusga chiqquncha bo'lgan vaqt siz uni ushlab turishingiz kerak. O'shaning uchun где-то 150 ming atrofida plyusga chiqquncha, tushundingizmi? Endi menga xuddi boyaga o'zi bu bog'cha ochmoqchi bo'lganlar uchun-ku, menga ikkita odam chiqqanda, garchi 100 ming pulim bor, joy bor, bog'cha ochmoqchiman. Men aytdim, o'sha 100 ming pulni qayerdan topgansan? Men boshqa ish qilaman, shu oyiga 2 ming, 3 ming daromad qiladi-da. Shu yig'ib shunaqa qilganman. Endi shunaqa ochmoqchiman. Keyin men unga agar 200 ming puling bo'lganda, men bostirdim. Chunki u hozir 100 ming pulni ishlatib qo'yadi. Keyin pul qolmaydi. Keyin boshni ushlab o'tiradi, tushundingizmi? Nabrot antdagi pulni ham bu yoqqa tiqaveradi, boshqa yeb tashlaydi. O'shaning uchun chuqur o'ylab ish qilish kerak, to'g'risi. Agar meni ham boshqa bizneslarim bo'lmaganda, men ham qiynalib qolgan bo'lardim. Tushundingizmi? Hamma ham ichimdagi muammoyim bor, dardim bor, qilaman deydi, lekin u dardingiz agar sizning moliyaviy tarafingiz uni ko'tarmasa, o'sha minusga kirgunizcha yashaydida, u yog'iga bo'ldi. O'ta olmaysiz. O'shaning uchun aql bilan ish qilish kerak. Zo'r. Demak, primерно biz shu 130 ming, 150 ming atrofida pul ketganda уже plyusga chiqib oldik. Shunaqa. Zo'r. Endi nima deb o'ylaysiz? Yana bitta joyi bor. Bu sizning birinchi bog'changiz. Ya'ni yangi yo'nalish. Ikkinchi bog'chada ham shunaqa summa ketadimi? Yo'q. Chunki men qarang, men marketingga ko'p pul sarfladim, chunki men Harrison Landda tanishim kerak edi. Tushundingizmi? Endi Harrison Landni ko'pchilik biladi. Endi men ikkinchisini ochsam, osonroq bo'ladi. O'sha pulni tikaman, menga ikkita lokatsiyaga odam yig'aman. Tushundingizmi? Menga ancha oson bo'ladi. Ancha. Chunki men boya aytdimki, qarang, mana ikkita produkt bir xil. Bu yerda siz sotib olasiz, bu yerda men. Siz 5 ming deb turibsiz. Siz ham menga 2 ming sarflagansiz. Hamma kelib sizdan oldi. Meniki ham shunaqa. Men 5 ming desam, mendan hech kim olmaydi. Men 3 ming sotishga majburman. Tushundingizmi? Endi men 3 ming sotishni boshlaganimda odamlar, "Men bu kasb bir xil ekan" degan miyasida anaqa paydo bo'ladimi? Keyin men sekin 4 ming qilaman. Keyin sekin sizga yetib olaman. Endi mana bu nima uchun 5 ming sotyapti desangiz, chunki u vaqtida men qilgan xatolardan o'tgan, shu pullarni to'lagan va u hozir men kelajakda erishmoqchi bo'lgan nuqtada turibdi-da. Tushunasiz? Men uni juda ham yaxshi tushuraman. O'shaning uchun bog'chaga kirdingizmi, sirazi foyda qilib bir nimani qilib tashlayman emas. Normal pul tikasiz, ishonchni qozonasiz, sifat berasiz. Ya'ni siz ko'proq berasiz, kamroq olasiz boshida. Har doim shunaqa. Keyin sekin insof bilan meva olishni boshlaysiz. Zo'r. Bizda ham zo'r insight bor. O'zi bu narsalar odam masalan mantiqda ishlasa, oddiy narsalar, ko'pchilik e'tibor bermaydi. Hissiyotga berilib ketadi-da. Ana bola bog'cha ochibdi, uni kuchayib ketibdi. Hozir masalan, siz ham boya boshqa bizneslarimni aytmaganingizda, mana shu bog'chani orqasidan mashina olgan deb o'ylaydi-da. Odamlar sirazi bog'chaga kirib ketadi hamma, tushundingizmi? Hali uylanib yetmadim. Sal Nesonlar haqida hali gapirmadim. Odam sal realist bo'lish kerak-da. Aynan bog'chada realist bo'lish kerak, bo'lmasa to'kib qo'yadi. Bo'ldi. Shuning uchun bu gaplarni biza eng yaxshi ko'rgan lokatsiyada juda ko'p uylari bor, juda ko'p bizneslari bor inson gapiryapti. Shunaqa. Shuni e'tiborga olgan holda xulosa chiqarish kerak. Shunaqa. Zo'r. Xo'p, Davron aka, ichkariga kiramiz. Keling, ichkariga keyin qonunlarni davom ettiramiz. Marhamat. Xo'p, buni ichkariga kirib oldik. Ichkari juda ham issiq ekan. Men ustlarimni ham yechib oldim. Davron aka, qayerga yuramiz aka? Xo'p, keling. Bir boshda tushuntiraman. Mehmonxonaga kiramiz. Kras hozir bolalarimiz bizda tadbir bo'lyapti. Tadbirga chiqib ketishgan. Bizani xonamiz. Bu yerda ko'rsanglar yotoqlari atayin shunaqa qilingan. Mana bu qirralariga qarasangiz, bunday qilingan. Sababi bu yerda bilsangiz, bolalar o'ynaydi. Bu joyini urmasligi uchun. Qirra yo'q. Qirralari shunaqa qilingan, ha. Keyin ba'zilar o'ylashi mumkin-da, qarab, 2 etajku. Bola yiqilib ketmaydimi degan narsa, shu paytgacha bitta ham holat bo'lmagan. Bizda kameralar ham bor. Unaqa holat bo'lsa, menga sirazi xabar keladi. Chunki men определённый narsani aytganman, shunaqa narsa bo'lsa menga aytasizlar o'zimga. Meni o'zimda nazorat bo'lish kerak. Bizda hech qaysi bolaga qattiq gapirilmaydi, urilmaydi. Endi ba'zi ko'ngilsiz holatlarni internetdan ko'raman-ku. Bizimizning komandamiz borda. Tashlaymanda
o'zimizni fikrimizni bildiramiz. Va bizani jamoadagilarning hammasini unaqa narsalarga fikri ham, reaksiyasi ham juda qattiq. Chunki doimiy ravishda tushuntirib borasiz. Endi mana bu o'zi elementar narsada, uchun siz bog'changiz bo'lishi kerak emas. Bolaga unaqa muomala qilish uchun insonning qalbi qanaqa darajada qora bo'lishi kerak, to'g'risi men ham tushunmayman, mana komandam ham tushunmaydi. O'shaning uchun bizda unaqa holatlar bo'lishi haqida gap bo'lishi ham mumkin emas. O'shaning uchun mana bunaqa holatlarda bulardan qo'rqish kerak emas, chunki bola uxlayotganda ham bizda bu yerda nazoratda o'tirishadi. Ular uxlamaydi, qarab turadi. O'shaning uchun men ham boshida rosa qo'rqqanman, aytganman. Bu yiqiladi-ku, buni almashtirib beray desam, xodimni xavotir olmang, yiqitmaymiz, yiqilmaydi. Chunki ba'zi bog'chalarda mana bunaqa 3 etajlisi bor-ku, shunaqasini qo'yib beray desam, kerak emas. Mana shuni o'zi akkuratni turibdi, yiqilmaydi deb to'g'risi men boshida shubham bo'lgan, lekin shu paytgacha biror marta bunaqa bo'lmagandan keyin endi o'zingiz bosdingiz. Ha, to'g'ri ekan. Sirang to'g'ri ekan dedim. Keyin qarang, bitta narsa e'tiborimni tortdi, ratsiya. Xonada ratsiya nimaga kerak bo'lgan? Xonaga ratsiya kommunikatsiya uchun, chunki masalan bizani boshqaruvchimiz o'zining xonasida turib, kameralardan hammani kuzatib turadi. Palonchani pastga olib tushinglar. Xodimimiz olib tushib beradi, tushundingizmi? Operatsionni вообще. Operatsionni shunaqa. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda meni e'tiborimni televizor va juda ham ko'p o'yinchoqlar tortyapti. Ha, qarang, bu televizor o'zi ba'zi ota-onalar bog'cha televizor kerak emas deydi. Bu xuddiki ana zararli ovqat borligi uchun ovqat yeyish kerak emas degan gapga o'xshaydi-da. Yo'q, televizor kerak, lekin undan ko'p foydalanish kerak emas. Ya'ni biz xodimlarga anaqa berganmiz. Instruksiya berganmiz. O'zi xodimlarimiz ham o'zi kelayotganda u narsani shu dunyo qarashiga qarab olganmiz. Ularni o'zi ham televizordan ko'p foydalanish mumkin emas deb kelgan xodimlarni olganmiz. Ya'ni biz ularga instruksiya bermasak ham ular o'zi biladi qanaqa ishlatishni. Biz baribir berganmiz. Faqat kerakli mavzularda kerakli ruxsat etilgan narsalar bor-da, multiklar bor. O'shalarni qo'yib berishadi. Boshqa payt qo'yilmaydi. O'yinchoqlar esa yosh bola uchun eng muhim narsa bu o'yinchoq. O'shaning uchun har xil o'yinchoqlar olganmiz va ko'pchilik o'zi bu ko'zga ko'rinmaydigan narsada, lekin aslida bunga ham katta pul ketadi. Nimaga desangiz, eng ko'p buziladigan, eng ko'p yo'qoladigan, eng ko'p sinadigan narsa bu o'yinchoq. Chunki buni tez yangilab turish kerak. Keyin bola o'yinchoqdan zerikadi. Masalan, faraz qilaylik, o'zlaringiz bolalaringiz borku uyda. Masalan, bir hafta o'ynagan o'yinchoqni ikkinchi hafta o'ynagisi kelmaydi. Yangisini xohlaydi. Tushundingizmi? Bu yerda xuddi shunaqa, biz yangilab turamiz. Zo'r. Demak, bu ham kichkina narsa bo'lsa ham, lekin juda ham ko'p anaqa e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan. Bu xonani isitish sovutish uchun konditsioner, конечно, bu kerak. E'tibor beraman, gullar bor. Ha, bu amri istirasi qiziq bo'lgan. Men birinchi bog'cham-ku, короче, hamma narsasini qilganman. Короче, miyamda bo'ldi, yorvordim-da. Zo'r, yoqotdi-da. Keyin bitta yaxshi inson, u inson Yaponiyada yashaydi. Barno balki ko'pchilik tanisa kerak. Yaponiyada obzorlar qiladi-da. Do'stimiz u. Men yozib turardim, Yaponiyada bog'chalar qanaqa, bog'cha ochaman, qanaqa qilay, qanaqa qilay. Keyin maslahat berib turardi. Keyin bu yoqqa keldilar. Keyin reklamaga chaqirdim. Ko'rdilar, aytdilarki, Dornaga bu hamma narsani qilibsiz, bu yashillik, qani yashillikni savol berdi. Keyin dedim-da, tiq yondi. Shu narsaga real e'tibor bermayman boshida. Keyin sразу keyin yashilliklarni ko'paytirib tashladik. Zo'r. O'shaning uchun bunaqa narsalar turadi. Xonada gullar, koridordan e'tibor berdim, juda ham ko'p gullar, yashillikni yaratib qo'ydi. Ba'zancha boshqa narsaga e'tibor berasiz-da, elementar narsa esdan chiqib qolar ekan-da. Bu o'zi elementar narsa. Bo'lish kerak bo'lgan narsa. Bo'lish kerak bo'lgan narsa-da. Zo'r. Hozir bizani ko'rayotganlarga ham zo'r insight bo'ldi. Bog'chalarda yashil narsalar ko'paytirishga ham kerak. E'tibor beringlar. Xo'p, endi qaysi xonaga kiramiz, Davron? Endi men sizni oshxonaga olib kiraman. Boya aytganimdek, o'zi bolani bog'chada ovqatlanishiga e'tibor berish kerak. Bizning ratsionlarimiz maxsus dietolog tomonidan tuzilgan. Va oshpazni ham zo'rni olganmiz. Va bizga gigiyenaga katta e'tibor beriladi. Mana shu bizning oshxonamiz. Keyin bugun oshxonamizda nima ovqat? Hidi вообще boshqacha chiqyapti. Sho'rva bilan osh. Bugun joyiga kelibmiz-da, Davron aka. Yo'llarimizga. Oshmi? Mashalloh. Zo'r. Oshlarni bitta olib qo'ygan qanaqa? Qisirlar. Bu guruchlarni ham boshqachalari-ku. Shunaqa. Qarang. Endi hamma bolasi boshida nima yeydi deb o'ylaydi-da, tushundingizmi? Hozir o'zi bu yerga bunaqa formatda olishimiz kecha ma'lum bo'ldi. Ya'ni hech narsa tayyorlanmagan. Ya'ni hech narsa tayyorlanmagan. Bu har kundagi jarayon asosan. Biz просто jarayonga to'satdan keldik. Zo'r. Shunaqa. Lekin bog'chada
yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu narsa bor, vychka. Hozir bizlarning qo'shnilarimiz yaqinda. Sog' bo'ling. Qo'shnilarimiz yaqin bo'lgani uchun ovozi baland chiqar ekan. Qo'shnilardan jalba bo'ldi. Keyin bunga ham palon pul qilib, ana boshqachasini qo'ydirib, Ovozini chiqmaydigan qilib qo'ydim. izolyatsiya qilib, tushundingizmi? Ovoz chiqmaydigan qildik. Qo'y. Mana shu detallarga e'tibor berish kerak-da. Zo'r. Agar yangi bog'cha qotganingizda mana shu narsalarga qarab, конечно. Men endi aytaman. Qo'shni qanaqa yaqin? Yaqin bo'lsa, demak, birato'la anaqasidan qo'yamiz, ovoz chiqmaydiganda deyman, tushundingizmi? Zo'r. Keyin boya Davron aka aytdingizki, shu bog'cha ochayotganda ko'p pul kerak edi. Bu nima degani? Endi bog'chaga investitsiyaga ko'p pul ketadimi yoki xatolaringizni to'g'rilab turish uchun sizda ko'p pul bo'lishi kerakmi? Qarang, yangi biznesga kirayotgan odam ko'p xato qilishi aniq. O ko'p xatolaringiz siz pulingiz bo'lmasa, siz prosta o'tirib qolasiz. Endi bog'cha bilan bog'chaning farqi bor. Bu premium bog'cha bo'lgani uchun bunga ko'p pul tikilganda. Haligi masalan ba'zi bog'chalar bor, masalan 1 millionlik bog'cha bo'lishi mumkin-da. Ya'ni endi Sharoit ham shunga yarasha. Sharoit shunga yarasha bo'ladi-da. Masalan, unaqa bog'cha ochaman desa, bilmadim. Chunki u yerga ham qo'yadigan insonlar ko'p. Haligi mana bunaqa premium bog'cha ochaman desa, real plus bo'lishi kerak. To'g'risi. Chunki o'sha birinchi aytgandek yangi kirganingiz uchun xatolaringizni orqasidan siz pul bilan Yopish kerak. yopasiz, shunda sizga kechiriladi. Bo'lmasa kechirilmaydi, shuncha pulga tikkan pulingiz prosta qo'yib ketadi-da. Shunday qilib biznesdan chiqarib olishadi. Ha, shunday o'zi chiqib ketadi, charchamaydi, o'zi ko'tarib chiqib ketadi. Zo'r. Hop, keyingi xonamiz qaysi bo'ladi aka? Keyingi xonamiz mana bu ovqatlanadigan xonamiz. Mana bu yoqda bolajonlarimiz. Mana kichkina yana naqachada qo'lchalarini yuvib nima qilishadi. Mana bu yoqda Bola qo'lini yuvib, bu yoqqa kirib ovqatlanishadi. bemalol ovqatlanishib. Nechta smen ovqatlanadi bu yerda? Bular biladilar. 3 ta. Bularni ham kadrga qo'ysa bo'ladi, aytsa qarang. Hozir ulardan ham alohida intervyu olamiz. Hop, zo'r. Pastda qanaqadir bayram bo'lyapti. O'zim bayram bor. 8-marta tayyorgarlik. Oo, tayyorgarlik. Ana. Как раз bayramsiz ekanmiz. Oshsiz ekanmiz. Kunini topib. Qaydanangiz yaxshi ko'rar ekansiz dedi. Ketdik birga ichamiz. To'g'ri Davron ekan bilmasa ekanlar. Endi qanaqasiga işte nima bayram bo'lyapti, Rossiyaning ko'proq bog'chamizni zavidishi bilanlar. Hozir birgalikda tabiiy jarayonga kiramiz. Shunaqa. Ana bismillah. Davronga boya oshxona deb solib bermoqchi bo'ldim. Qarang, hamma narsa sifatli ishlatilgan ekan-da. Yog'larni ham e'tibor berdim. Odatda odamlarning uyga oladigan, farzandlar masjidda o'qigan uchun shu narsani qilasizmi yoki nima sabab yo'qdi? Endi o'zingiz ham farzandlar chetda. Ha, endi farzandim bo'lmasa ham boya boshida aytdim-ku, meni vijonim shunaqa bo'lgan. Tushundingizmi? Mana qarang, ta'limda og'riqim bo'lgani uchun men hamma narsani ideal qilishim kerak. Men o'zi perfeksionistman-da. Yo'q. Foyda bo'lmasa ham yoki kam bo'lsa ham mana shunaqa sifatli narsa ishlatasiz. Mana bularga shu narsani boshida tushuntirganman. O'zi bular mana tanlaganlari ham o'zi bular normal joyda ishlab o'tirdi, tushundingizmi? Normal joyda bu ishni olib keldim. Chunki visionimni ko'rganlari uchun va haqiqatda men ta'lim biznesiga kirib qilganim uchun bu kishi kelganlar o'zi aslida. Zo'r. Hozir bu yoqda bizning aktiv zalimizda tayyorgarlik avjida, bu yoqga pianinolar ham qo'yib qo'yibsizlar. Ha, pianino chunki bolajonlarga muzikali darslarimiz bor. O'sha narsani o'tamiz. Bular hozir 8-marta tayyorgarlik nima bo'lyapti? Zo'r. Ay, shirinchalarim, tirishni qarayman. Qarang-da. Siz bog'cha biznesga kirmoqchi ekansiz, o'zingizga savol berib ko'rishingiz kerak. Bolalarning yuzidagi quvonchdan sizni qalbingiz mazza qiladimi? Tushundingizmi? Shundagina kirish kerak. Zo'r. Sizlarni bularning yuziga qarab qalbingiz mazza qilmasdan, lekin bulardan keladigan daromadda mazza qilsangiz, siz bog'cha biznesga kiradigan inson emassiz. To'g'risi, u narsani unaqa boshqa ishdan normal bir topsa bo'ladi. Men o'zim aytaman aloqaga chiqsa. Bo'ldi. Nima biznes qilish kerak? Boshqa qilishmadi. Zo'r. Sog' bo'ling. Ketdim. Sog' bo'ling. Rahmat sizlarga. Ayaqlarimiz ham bor, basseynlarimiz ham bor, ko'rsataymi? O, ketdi. Такой. Hop, aktiv zaldan chiqdik. Hozir biz Zanamzan podval qismida turibmiz. Basseynimiz. Mart oyidan O, bizning basseynimiz ham bor bog'chamizda. Eng ko'pchilikcha o'zi premium bog'chada basseyn bo'lishi kerak. Bolalar cho'milishadi. Lekin shu basseynni bo'lishi ham sizga rosa qimmatga tushar ekan. Yo'q. Adashmasam, qarang. Basseyn ishlagan payti 5 million ortiqcha pul to'larmidik svetga. 5 million 6 million svetga ketadi. Tushundingizmi? Nimaga? Nima rasxod? Chunki isitish qimmat. Chunki qarang, filtrlari filtrlari bor, isitadi, Yo'q. ko'p tok tortadi-da.
Shuni o'zi shuncha pul anaqa qiladi. Shuning uchun ana basseyni bor ekan, bo'ldi emas. Basseyni bor ekan, bu yerda seriyozli xarajat bor degani. Tushunarli, zo'r. O'zi o'ylang, bitta basseynni qurdirishdan qanchaga xarajat, tushunasizmi? Vaqtchi. Bizning bog'chamizda basseynlari ham bor, sharoitlar. Shunaqa. Zo'r. Anaqani ham basseynni atmosferlik qilib qo'yibsizlar. O'yinchoqlar hozir kadrda ketadi, yo'q ko'rayotganlar ham ko'rishligi mumkin. Aniqlarimiz bor, kadrlarimiz ham bor. O'zi ishlab turgan kadrlar ham bor. Hozir oldiga o'tolasizmi? Nima bilganman. Bu tayyorgarligi narsani bilmayman. Davronga gap so'zlaringizdan bildim. Premium bog'chada bizada shu sharoitlarimizni, xonani remontlarimizni, dizaynlarimizni, oshxonamizni va undan tashqari qo'shimcha qulayliklar sifatida boya aytdingiz shu plashatkalarimizni va basseyni ham bo'lishi kerak. Shunaqa. Zo'r. Demak, o'zini masalan premium segmentdagi bog'cha qilaman desa, o'zini maxsus kategoriyalari. Ha. I plus o'zi bilan o'zi ikkilamchi narsalarda ta'lim premium bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Siz zo'r kadrlarni olib kelishingiz kerak. Zo'r kadrlar arzon kelmaydi. Shu joyga e'tibor berish kerak. E'tibor berish kerak. Zo'r. Xo'p, chiqib ketamizmi tepaga? Davron aka mana, endi ozgina pul haqida gaplashsak. Xo'p, pul haqida hamma gaplashishi yaxshi. Eng qiziq joyi. Общий tushunma. Mana hozir yaxshi kadrlarda olasiz, yaxshi oylik beriladi. Necha foizi o'rtacha oylikka ketadi? Misol men deylik 100 million оборот qilsam, necha foizini men oyligiga deb примерно расчётini olsam bo'ladi, yangi bog'cha ochayotgan bo'lsam. Endi to'g'risi men uni foizda hisoblab ko'rmaganman. Lekin xodimlarning o'rtacha oyligi 5 milliondan 10 milliongacha. Tushundingizmi? Hozir bizda bu yerda nechta xodimimiz bor? Voобще ketadigan 12 ta. 12 ta. Qo'shimcha darslik. Faraz qiling, o'zi shtatda 12 ta xodim bor va undan tashqari ham qo'shimcha darslarga 17 ta. kelib ketadigan 12 ta. Zo'r. Deylik, misol umumiy оборотda bir 40-50% ni oyligiga desak to'g'ri bo'ladimi? Ha, to'g'ri. 40-50% oyligiga deb. Yigit arenda ham ko'p pulni tortib qo'yadi. Shunaqa. Bog'chada o'rtacha marjinalsiz qanaqa? Masalan, оборот necha foiz примерно foyda bo'ladi? Xo'p. Endi deylik 80-90% to'lganda. Обороtingizni bir 20% deyolmaysam? 20% desa bo'ladi. Lekin o'zi ko'proq qilsa bo'ladi. U uchun siz aytdim-ku, yo'q, rasxod kamaytirish kerak emas, mana fix xarajatlar bor-da. O'rningiz katta bo'lishi kerak soni. Tushundingizmi? Lekin uni ham chegarasi bor. Masalan, 200 ta bolani bitta joyga yig'sangiz, o'sha premium bog'cha qila olmaysiz, tushunasizmi? Chunki 200 ta bola bardak bo'lib ketadi. Chunki 200 ta bolaga qanaqa katta o'yingoh kerakligini bilasizmi? Tushunasizmi? O'shaning uchun men o'zimcha menda formula paydo bo'ldi, mana shu anaqadan keyin. Demak, meni bog'cham yaxshi lokatsiyada bo'lishi kerak. Remontini примерно shunaqa qilishim kerak va o'rinlar soni 100 tadan kam bo'lishi kerak emas. Tushundingizmi? 100 tadan 150 tagacha bo'lsa, ana normal foyda qilsa bo'ladi. Normal foyda deganim shu yerda siz 6000, 7000 atrofida foyda qilsa bo'ladi. При этом zo'roq ovqat berasiz. Undan ko'proq foyda qilsa bo'ladi. Rasxod kamaytirish kerak o'sha bo'ladi. Lekin o'sha siz birovni haqqiga qarab ketib qolasiz-da, o'shaning uchun kerak emas. Undan ko'ra ovqatni zo'rini berib, o'qituvchilarni zo'rini tanlab, shunaqa qilish kerak. Ana. Biroq Adasini bog'chasida o'qish qanaqa bo'lar ekan? Biz endi o'qib ko'rmaganmiz, bilmaymiz. Bu kattamiz, Imron. Ana! Bolajonlarim. Ana. Xo'p, Davron aka lokatsiya haqida aytdingiz. O'zi ideal bog'cha lokatsiyasi qanaqa bo'lishi kerak? Odamlarga gavjum joy bo'lishi kerak. Yo'lda betida bo'lsa, yaxshi, chunki mahallaning ichida bo'lsa, ya'ni probka bo'lib tiqilib qoladi va siz bog'changizni ko'pchilik ko'rmaydi. Yo'l chetida bo'lsa, kelib tashlab ketishga ham qulay. Va agar siz qimmat bog'cha qilsangiz, demak u qimmat mahallada bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Biz hozir turgan joyimiz bu qimmat mahalla. Muqimiy. Bilasiz, bu yoq Rakat mahalla, bu yoq Muqimiy. Seriyoz odamlar mahalla. Keyin yana bitta narsa, siz bog'cha ochgan joyda juda ham ko'p bog'cha bor bu yoqda. Endi men bilaman, juda ko'p bog'cha bor. Ko'pchilik shu narsadan qo'rqadi. Bu o'zi plyusga ishlaydimi, minusga ishlaydimi? Xo'p. Uzoq muddatda plyusga ishlaydi, qisqa muddatda minusga ishlaydi. Menga aytganimdek, agar menda boshqa bizneslarim bo'lmaganda men bu yerda turib bera olmas edim. Chunki mana shuna qo'shnimizda bor, ikkita uy yo'qda ham. Uy bog'chami, qanaqa bog'cha? Ularda bizda ancha arzonda, tushundingizmi? Masalan, ba'zi ota-onalar o'ylashi mumkin, menga o'sha ma'qul deb pulini anaqa qilib.
No, ularga tushuntirish kerak, nima farqi bor. Va o'sha ularga tushuntirishga ham vaqt ketadi-da. O'sha muddatda siz ushlab turishingiz kerak. Bog'cha xodimlari, arenda bor, ushlab turishingiz kerak. Lekin uzoq muddatda sizda immunitet paydo bo'ladi, tushundingizmi? Siz raqobatga chiday oladigan bo'lasiz va o'sha keyin uzoq muddatda qiynalmaysiz. Qaytanga sizga qiziq bo'ladi shunaqa joylar. Chunki mana qarang-da, nariyoqga bolasini olib kelgan odam bu qanaqa bog'cha ekan deb qiziqadi. Sizga ham kirib ko'radi. Tushundingizmi? Kirib ko'radi. Men haqiqatda agar o'sha balandparvoz gaplarni aytmayman-ku, unaqa haqiqatda shunaqa bo'lsa, ishonadi, keladi. Masalan, 1,5 million, 2 million farqiga qaramaydi-da. Bolasini haqiqatda yaxshi ko'rgan odam, deydi, shunaqa odamlar mana shunaqa bog'cha qilib qo'ygan ekan. Mayli, deydi-da. Masalan, 20 tadan hatto 5 tasi olib kelsa ham. Xo'p, shkoflar. Yaxshi, dizayn gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham menimcha boya aytayotganingizdek, qirrasi deyarli yo'q shkaflarimiz. Bu qarang. Qirrasi bor-ku, nimaga qirrasi yo'q deb tushunmadim. Bunaqasi qarang. Bu o'zi bu yoqda bolalarimiz anaqa-ku, Kichkina. Bular pastku. Unaqa bo'lmaydi. Lekin shkafga e'tibor bersangiz, menga to'g'risi eng yoqqani mana xonani atmosferasiga kamerada ham ko'rinsa kerak. Ranglarini shunaqa dizayn qilib tanlaganda, qaragandachi maza qiladi. Ertasi kuni yana kiygiz keladi, tushundingizmi? Shkafni bitta ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Odam masalan menga eng yoqqani koridorga shunday kelganimda wow deganman-da. Chunki o'zi bo'lmasa koridor tor, lekin shunaqa yechim qilingan ranglar bilan juda ham menga shu shkaflar juda yoqadi to'g'risi. Zo'r. Keyin bu yoqda bizda bu yoqni ko'rsamizmi? Taqo ko'rsatsak bo'ladimi? Kichkina. Mahsulotlarimiz bor ekan. Buni ham bitta olsanglar bo'ladi. Bolalar uchun maxsus kichkina unitasilar qo'yilgan. O'zi boshqa bog'chalarda ham shunaqa bo'lishi kerak. Unaqasi. Shunaqa. Shunaqa. Chunki yosh bolalarga bundan boshqasi iloji yo'q-da. Zo'r. Xo'p, keyin mana bunaqa punktimiz bor. Eng muhimi. U punktimiz qani bizani? Nima qildi punktimizda? qaysi punktga o'tkazib oldingiz? Bolalarga sharoit berdik. Bu uxlaydigan qilib qo'yishdi. Bola to'lib ketganda endi nima qilish kerak? Ibrohim bu mani xona anaqa o'g'lim xonasimi bu? Ana, tajog'im xonasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Babychan. Assalomu alaykum. Ke babychan, ke. Come on. Oğlum. Ana. O'sha kichkina guruhimiz. Bu yoqda. Kursni o'g'ringlar bilan. Mana savollar bormi? Past ko'chamiz? Mayli. Bog'chani mana obzorni qildik. Oğlum göt qilgan bitta göt qil. Göt qilibdi. Uxlagizga otdi bu. O'sha bu juda shustri bola, просто hozir bu kamera oldi. O'zini anaqa otdi. Lider bu, lider. Давай. Bye bye. Пока. Yaxshi o'tiringlar. Sharva kabi qizchalar konstant. Konstant shaq keladi. Aytchimichan. Shaq o'zimni. Hop, Davron kunda pastga tushamiz. Pastda qolgan savollarimizni davom ettirib ketamiz. Davron aka kameralar, aytgan kameralar mana shu yerda ulangan hammasi. Hammasi shu yerda ulangan, mana shu yerda o'tirib, kuzatib turishadi va ota-onalar kelgan payti ham bemalol farzandlarini ko'rsa bo'ladi. Zo'r. Demak, yangi ota-onalar kelganda ham bemalol ko'rishadi haqiqiy atmosferani. Olib kiramiz. Endi adaptatsiya degan narsa ham bor-da. Masalan, hoblarni o'zlarini instruksiyalari bor, adaptatsiya bo'yicha. O'zi har bitta boshida bo'ladi. Ya'ni ota-onalar ham ba'zan kirib qanchadir soatga qo'yamiz. Lekin ko'pga qo'ymaymiz, chunki ko'pga qo'ysangiz bog'chaga ota-onasi bilan kelishga o'rganib qoladi, bola, tushundingizmi? Keyin oyisini so'raveradi bog'chada. Shuning uchun endi ozgina qiyinchiliklar bor. Значит, adaptatsiya uchun alohida texnikalar mavjud. Zo'r. Davron aka, eng asosiy savolim. Hozirgi kundagi bilimingiz, tajribangiz bilan, agar deylik Hersenland yo'q edi, lekin bilim bor, tajriba bor. Xuddi shu yo'nalishda, shu 1 yillik tajribangiz bor. Nima xatolarni qilmagan bo'lardingiz? Yangi bog'cha ochayotgan bo'lganingizda. Birinchi navbatda o'rinlar sonini ko'proq qilgan bo'lardim. 100 tadan oshib bo'lsa, keyin lokatsiyaga qiziqqan bo'lardim.
Shu ikkinchidan lokatsiya ham o'zi zo'r. Xuddi shunaqa lokatsiya tanlagan bo'lardim. Va xato. Boshqa keyin brendni tanish uchun ko'p pul kerak bo'lishini boshida tushunib, Hisob-kitob shunaqa. Shunga tayyor bo'lardim. Masalan, kutilmani to'g'ri qo'ygan bo'lardim-da. Masalan, men o'ylaganman, 3 oy, 4 oyda o'sha plyusga chiqaman deb o'ylaganman. Reallikda unaqa bo'lmaydi. Necha oyda plyusga chiqamiz? 7 oyda. 7 oyda, lekin bu hali umumiy plyus emas. Masalan, 1 oy plyusga chiqasizda, keyin yana minusga kirasiz. Ozgina. Chunki boyagi sezon dedim-ku, qish faslida bolalar ketib qolishi bor, shartnoma bo'yicha pul qaytarishingiz kerak, shunaqa. Shu taraflari bor. Shuning uchun iloji boricha lokatsiya zo'r bo'lsin, o'rinlar soni 100 tadan ko'p bo'lsin. Mana qolgan qismlarni siz o'zingizning qadriyatingizga qarab, komandani yig'ish, oziq-ovqatga qanaqa qarash, ta'limga qanaqa qarash, uni to'g'rilasa bo'ladi-da. Lekin masalan siz hozir bu bog'chani kengaytira olmayman, chunki konstruksiyaning ustiga uy qurib bo'lmaydi, tushundingizmi? Shuning uchun shu narsalarni o'ylash kerak. Zo'r. Davron aka, bog'chani deylik boshqa bog'chalardan ajratib turadigan nima tarafi bor? Ya'ni bog'chamizning missiyasi nima? Ya'ni Harrison Landda. Qarang, Harrison Landning missiyasi o'zi ko'pchilik bog'chani pul topish maqsadida ochadi-da, chunki bu biznes deb qaraydi va bu to'g'ri aslida. Lekin bizanikida qarang, ham biz bundan pul topamiz, lekin bizning bog'chamiz yosh bolalar nomidan gapiradi. Yosh bolalardagi muammoni biz olib chiqamiz. Jamiyatda o'zimizning profilimizga ham qarasangiz, biz shunaqa yo'nalishda boshlaganmiz. Men vision berganman. Xullas, menda mantiq bunaqada. Men shu narsadan pul topolmanmi? Masalan, men chiqib turib, menda bu narsalar bor, ota-onalar kelinglar, men o'qitaman desam, hamma bog'cha shunaqa deyapti-da. Ota-onalar prekrasno biladi, qaysi bog'chada nima bor. Chunki standart narsalar bor-da, to'g'ri, hamma har xil beradi sifatini. U standart narsalar beriladi. Shuning uchun targetga odamlar ko'p pul sarflayapti-yu, shu kakras shu bog'chasi borlarga ham meni taklifim, sovuq targetlar qilish kerak emas-da. Shu bolalardagi muammo juda ham ko'p, lekin bola uni ayta olmaydi. Siz lekin ziyoli inson sifatida uni ko'rib turasiz. Shuni bog'changiz profilidan qo'ying. Uni masalan 1000 ta, 2000 ta, boringki 10 000 ta ota-ona ko'rdi. Shuni ichidan keladi baribir. Chunki hamma bog'cha o'sha narsa qo'ygandan keyin birinchidan ota-onalarning miyasini o'zgartiramiz-da. Chunki ko'pchilik ota-ona farzandimni yaxshi ko'raman deydi. To'g'ri, hamma yaxshi ko'radi, lekin yaxshi ko'rayotgani, uni to'g'ri tarbiya berayotganini anglatmaydi-da. Chunki o'zining dunyoqarashidan kelib chiqib tarbiya beradi. Yaxshi ko'raman, shuning uchun shunaqa qilmayman. Aslida o'shanaqa qilganishi u xato bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Siz shuni bog'changiz profilidan ko'rsatishingiz kerak-da. Ya'ni bolalardagi muammoni, bola o'zi gapira olmaydi, bog'chada gapirish kerak. Bizning bog'chamizning missiyasi shunaqa. Zo'r. Tushundingizmi? Zo'r. Davron aka, rahmat kattakon ajratgan vaqtingiz uchun, hech narsani bekitmasdan boricha ochib berganingiz uchun, ya'ni bog'cha qilinglar, mamnaqa pul, mamnaqa foyda qoladi emas, boricha, ya'ni nima boshdan o'tgan bo'lsa aytdingiz, rahmat kattakon. Intervyumiz davomida so'ralmagan ba'zi savollar bo'ladigan bo'lsa, deylik, intervyu qo'yilgandan keyin 1 hafta 10 kun davomida sizdan iltimos qilardik, vaqtingizga qarab kirib kommentariyalarda javob berib tursangiz. Kuzatuvchilarimiz balki qaysidir savollar Ma'murjon so'ramadi degan joyi bo'lsa, ba'zi qayerga qo'yiladi? YouTube'gami? Bo'ldi. Qaysi kanal? Men linkni tashib beraman sizga. Bo'ldi. Kommentariyada javob beradilar. Bemalol savollarni kommentariyada yozishingiz mumkin. Davron aka, keyingi ishlarga omad. Xudo xolasa keyingi filialingizni ham shunaqa obzor qilish, 10-filialni ham obzor qilish nasib qilsa, Harrison School'ni birgalikda masalan ko'rib chiqishimizni nasib qilsin. Amin. Rahmat aka, charchamang. Rahmat, kelganlar uchun rahmat, Faxriddin taklif uchun ham rahmat. Men to'g'risi xursand bo'ldim. Chunki bog'chalar ko'p, menga chiqqaningizga shuning uchun men ikkilamasdan bo'ldi dedim. O'zi aytadigan gaplarim ham bor edi-da, shuning uchun. Rahmat aka. Bog'chamizning zavidishilari Dilebamiz, endi biz taniymiz ularni ham. Shuning uchun hozir Faxriddin kelib o'zidan ketib qoldi demanglar. Bog'chada eng muhim bo'lgan narsa nima? E'tibor berish kerak bo'lgan, ya'ni zavidish tomonidan e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar. Bog'cha faoliyatida eng birinchi o'rinda o'ylaymanki kadrlar turadi. Bu bog'chaning ustuni yaxshi kadr olish hozir oson emas. Bilasiz, har xil narsalar mana ko'ryapsiz, tarqalib ketyapti. Shunga yaxshi kadr ishlashi, men bu jamoam, men Davronga aytganman. Men o'zim bilgan, tanigan odamlar bilan o'shalarni taklif qilib, ishini
yaxshi bilaman qanaqa olib borishini. Bu eng asosiysi bog'chada. Ikkinchisi pitaniya. Bu narsaga ham Davron boshidan aytganlar, opa, hamma nima pitaniyasidan olib qochish yo'q. Hammasini yaxshi bolalarga standart bo'yicha go'shtlarni ham boshqasini ham beramiz. Kadrlarga kelsak, kadrlar yaxshi ish staj работы kerak bo'ladi. Asosiysi bog'chada ishlagan, keyin bolani yaxshi ko'rmagan odam bog'chada ishlay olmaydi. Eng asosiysi bog'chadagi bolalarni yaxshi ko'rish kerak. O'zi farzandini qanaqa yaxshi ko'rsa, shunaqa bog'chada ham bolalarga qaraydi. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Zo'r. Endi bog'chamizga kelayotgan yangi ota-onalar bilan ham siz gaplashasiz. Bog'chaga kelayotgan ota-onalar o'zi asosan nima talab bilan kelishyapti hozirgi kunda? Endi ota-onalar bizaga bog'chaga olib kelgandan keyin bizaga ishonib tashab ketadi, to'g'rimi? O'sha bolasiga yaxshi qorni to'q, yaxshi qaralgan, uyda parvarish qilingandek qarashni xohlaydi, eng asosiysi. Shu narsani biz yaratib berishga harakat qilamiz. Yana bitta narsa, yangi bola kelganda ko'pincha bog'chalarda adaptatsiya jarayoni juda qiyin o'tadi. Bola bog'cha kelgisi kelmaydi. Ayniqsa birinchi bog'chasi bo'ladigan bo'lsa, shu juda ham qiyin. Nima metodikadan foydalanasizlar? Nima qilasizlar? Biz oyisi bilan kirishga ruxsat beramiz. Birinchidan probniy kunlarimiz bor. Birga ona bilan kirib, o'sha yerda qarab tursa bo'ladi. Keyin o'zi o'rganib ketadi. Agar bilsangiz, bolalar atmosferaga o'rganib ketishadi. Aha, zo'r. Yana bitta joyi, mana bu yoqda Boydavron akam aytdilar, juda ham ko'p xususiy bog'chalar bor. Misol ota-onalar keladi, endi men как biznes nuqtai nazaridan savol beraman. Mana Davron aka endi har bitta mijoz bilan bular gaplashmaydi. Siz gaplashasiz, aytadi. Mana yoninglardagi bog'cha 1,5 million ekan deydi. Anta 3, masalan 2 millionligi bor ekan deydi. Anta mayli 7 millionligi ham bor ekan deydi. Sizlar nima farqinglar bor? Nimaga men sizlarga berishim kerak degan savollar ham bo'ladi. Bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Biz aytamiz, ana kelib 3 kunlik bepul kunimiz bor, kelib ko'rib, keyin yana eng asosiysi kameramiz masalan resepsiyonda turadi. Xohlagan payti yo'lish tushgandami, boshqami bemalol bolani ko'rib ketishlari mumkin. Qanaqadir muammo kelib chiqsa, постоянно yoqib turadi kamera, bemalol ota-onalar ko'rishi mumkin. Zo'r. Bog'chada nima fanlar, nimalardan asosan dars beriladi? Nima qo'shimcha to'g'ri Ilk qadam programmasi bo'yicha hamma darslar rus tilida o'tiladi. Undan tashqari ingliz tili haftada 3 marta o'tiladi. Logopedimiz haftada 2 marta bolalar bilan shug'ullanadi. Muzikalniy занятия, gimnastika, taekvondo, to'garaylar bor. Basseynimiz xudo xolasa mart oyidan ishlaydi. Zo'r. Shuncha anaqa to'garaylarni qo'shish o'zi minusga tiqib qo'ymayapti-ku? Balki kamaytirib turamiz ertaga to'lgandan keyin. Ha, yo'q, qarang. Farzand kelgandan keyin, masalan, bog'chada, xonada o'tirsa, bola zerikadi. Bolaga harakat kerak, tushundingizmi? Движение kerak yoki mana bolani ongini oshirish uchun, mantiqiy fikrlashini oshirish uchun qo'shimcha bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni boya aytganimdek, boshi ochdingizmi, produktni o'zingiz xohlaganingizdek, mana siz xotirjam bo'ladigan darajada bermasangiz, masalan, men shunday qilamanda, unaqa bog'cha qilmagan ma'qul, tushundingizmi? Boshqa ish qilgan yaxshi. Shuning uchun yo'q, biz beramiz. Zo'r. Hamma darslar o'z vaqtida bo'ladi bizda. Masalan, ikkita gruppada bitta nyanya yoki vaspitatel ikkitaga hammasi o'z xonasida, o'zini vaspitatel, o'zini yordamchi, tarbiyachi yordamchilari bor. Keyin boya siz ham aytib o'tdingiz-ku, zo'r. Qarang, hamma narsani ideal qilish mumkin-da. Bog'cha zo'r, hamma zo'r ketyapti. Hamma o'zida xarisillaydi, va unaqa bog'cha ekan, premium bog'cha ekan, unaqa o'tiradi, egasi mana bunaqa ekan, qadriyati bunaqa ekan, bog'cha bolani muammosini olib chiqar ekan deydi-da. Chiqdi bitta video chiqadi. Tushundingizmi? Kamerada bolani urgan yoki qo'li singan ehtiyotsizlik qilib. Eng katta risk va biz eng katta qo'rqadigan narsamiz shu. Chunki inson faktori baribir bor, o'shaning uchun bo'laman. Xodim ovozsizmi, doim aytganman, men ham aytib o'tdilar. Bolani yaxshi ko'rishi shart. Tushundingizmi? Shu eng kerak narsa. Shunga qarash kerak. Bo'lmasa, shuncha narsa tikasiz, prosta bitta xodimimiz xarakterini ko'rsatib qo'yadi, shuncha narsangiz sohaga o'chib ketadi, tushundingizmi? O'zimiz ko'rib turibmiz, endi nomini aytish kerak emas. Juda xunuk holat va u xodim bog'chani egasini ham juda yomon ahvolga solib qo'ygan. Masalan, bog'chani egasi aslida unaqa odam bo'lmasligi mumkin, lekin shu xodim olishda xato qilgan, tushundingiz?
Uni ota-ona tushunmaydi. Bo'ldi, o'sha bog'chada demak shunaqa, har doim shunaqa bo'ladi. Lekin yana bitta narsa, bu o'zi bunaqa narsa. Alloh agar qaysidir xatoyingizni ommaga ko'rsatib qo'ydimi, demak u birinchi marta bo'lmayapti. Tushundingmi? U qayta bo'ladi, keyin bittasi chiqadi-da. O'shaning uchun ota-onalarni ham nafasi to'g'ri-da sizlar. Fikri to'g'ri. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Qattiq qarang narsaga. Zo'r. Rahmat kattakon. Maza qildim to'g'risi bog'chani aylanib yana bir marta. Juda ham ko'p o'zgarishlar bo'libdi. Eng menga yoqqan narsa bog'chalarda fayz. Qanaqadir uyut kirganda eng muhim narsa shu. Kesab qanaqadir Yengil bo'ladi. Xotirjamlik his qilaman bu yerda. Shunaqa, uyga kelsangiz qanaqa xotirjam, xuddi shunaqa atmosfera bor ekan, shundan maza qildim. Rahmat kattakon, Xudo xohlasa aytganimizdek 10 ta filial bo'lganingizda ham shunaqa kelib, sizlar bilan birgalikda intervyu olish nasib qilsin. Rahmat. Rahmat.